Qadimgi tibbiyotda aytilishicha, shirin anorning mijozi ikkinchi darajada sovuq, birinchida ho'l. Po'sti sovuq va quruq. Anorning oziqligi oz, lekin yaxshi qon hosil qiladi. Danaga yel paydo qiladi. Mijozi issiq kishilarda anor moddalar harakatini kuchaytiradi. Tanani zaharlardan tozalaydi. Tiqilmalarni ochadi, siydik haydaydi, chanqashga olib keladi. Ovqatdan keyin iste'mol qilinsa, ovqatni oshqozondan tez haydaydi. Anor oshqozonni mustahkamlaydi. Suvli assit, jigar zaifligi, sariqlikda, taloq kasalliklarda, yurak tez urishida, ko'krak qafasidagi og'riqlarda, issiq yo'talda foydali. Ovozni tiniqlashtiradi, tanani semirtiradi, temiratki, ya'ni lishay va qichimani bartaraf etadi. Me'yordan ortiq yeyilsa oshqozonni kuchsizlantiradi, isitmalarga zarar qiladi. Bunday hollarda nordon anor iste'mol qilish lozim. Nordon anorning mijozi ikkinchi darajada sovuq va quruq. Yeyilganda kuchli darajada ichni qotiradi. Issiqlikni, safroni quvadi. Qon bosimini tushiradi, siydik haydaydi. Zaharli bug'larning miyaga ko'tarilishiga qo'ymaydi. Abstinensiya, ya'ni xumorni, qusish, yurak o'ynashini davolaydi. Sharbatini ko'zga tomizilsa, ko'zdagi qizarishni ketkazadi. Og'izdagi yomon sifatli yaralarda og'izni sharbat bilan chayish kerak. Sharbatini asal bilan mis idishda qaynatib, iligach og'iz chayilsa, og'izdagi yemirilayotgan yaralarni davolaydi. Asal bilan quyultirilgan sharbat burunga tomizilsa, burundagi yaralarni davolaydi. Ammo nordon anor me'yordan ortiq iste'mol qilinsa, ichak shilliq pardalarini zararlab, ichak yaralarini keltirib chiqaradi. Jigar quvvatini va jinsiy quvvatni kamaytiradi. Bunday hollarda zanjabil, shirin anor, sarimsoq iste'mol qilish kerak. Nordon shirin anorning mijozi mo'tadil. Uning 300 gram sharbatini 70 gram shakar bilan ichilsa, o'tni haydaydi. Oshqozonni mustahkamlaydi. O'tli, ya'ni safrodan bo'lgan haroratni, sarg'aymani, temiratkini, qichimani davolaydi. Nordon shirin anorning quyultirilgan sharbatining mijozi ikkinchi darajada sovuq, birinchida quruq. U oshqozondagi haroratni tushirishga yordam beradi. O'tkir isitmalarni tushiradi. Abstinensiya, ya'ni xumorni davolaydi.